Darsingni qil. Ovqatingni ye. Baqirib gapirish. Baqirish bu sizning xarakteringiz. Zaif yoki kuchli tomoningiz emas. Baqirish bu o'rganilgan xatti-harakatdir. Bir vaqtlar birinchi marta baqirganingizda, masalan, uxla dedim deb baqirganingizda farzandingiz sizni eshitdi va sizni quloq soldi. Miya esa buni saqlab qoldi. Demak, baqirganda ular meni eshitishadi, quloq solishadi. Va bu holat sizda tez-tez takrorlanishni boshlaydi. Farzandingiz esa bundan norozi bo'lib, har gal baqirganingizda sizni quloq solmaslikka harakat qiladi. Ammo siz u sizni eshitishi uchun yanada balandroq baqirasiz. Ovozingizni yanada ko'tarasiz. Miya esa yana xuddi shunday saqlab borishni boshlaydi. Xotirjamlik bilan munosabat bildirish, baqirmaslik ham bir mahoratdir va uni ham rivojlantirib bo'ladi. Har safar tinchlanib olib, baqirmaslikni tanlaganingizda miyangiz bu kombinatsiyani ham yodlashni boshlaydi. Eski odatlardan qochish oson emas. Ularni o'zgartirish oson emas, lekin buning iloji bor. Ayniqsa siz qaysi xatolarni qilmasligingiz kerakligini bilganingizda.